Eyo, bismillah, assalomu alaykum. Kamroq pul sarflab, ya'ni kichkina byudjet bilan kichikroq biznes boshlab, xudo xolasa kattalashtiraman degan niyatda yurganlar samoglavniy biznesni boshlab olish hisoblanadi. Shunaqangi apparatlarni biz sizlarga taqdim qilamiz. Ulardan biri bugungi sizlarga ko'rsatganimiz sushilka apparatlari. Ya'ni bu sushilka apparatlarida barcha turdagi mevalarni va barcha turdagi sabzavotlar, misol uchun ziravoraligi nima desa bo'ladi? Qo'shimcha o'sha ziravor qilib tayyorlasa bo'ladigan sabzavotlarni, ko'katlarni quritib turib ziravor qilsangiz bo'ladi yoki meva-chevalarni qoqi, yana shevalarda aytilishicha o'sha turshak, ruscha qilib aytganda suxafrukti qilsangiz bo'ladi. Ya'ni suxoy mahsulot har bir barcha turdagi, hattoki go'sht mahsulotlarini ham, misol uchun go'sht, mol go'shti bo'ladimi, tovuq go'shti, baliq kapchonniy qilib kaptit qilsangiz bo'ladi. Hattoki kalbasalarni ham ilib qo'yib yoki patnasiga terib qo'yib turib kaptit qilib kapchonniy go'shtlar tayyorlasangiz bo'ladi. Xullas, bu bilan barcha quritib pishirish mumkin bo'lgan ishlaringizni bajarsangiz bo'ladi. Yaxshigina quritib beradigan sushilning shkaflar bo'ladi ular. Bularda bizda hozirgi kunda 36 listli, 48 listliklari bor. 224 ta bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hozir bundan bir shu 48 taligidan Qo'qondagi mijozimizga jo'natish arafasidamiz. Jo'natyapmiz. Xudo xolasa u odamga jo'natish videosini tayyorlash bahonasida sizlar uchun ham chiroyli qilib videolarni tayyorlab qo'yishga qaror qildik va buni sizlarga qisqacha ishlashlarigacha, funksiyalari qanday ishlaydi hammasini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Yaqinroq kelib ko'rsatib berasiz. Mana bu 48 ta listligimiz. 48 ta listligimizni ichida mana shunaqangi nержавейка listdan 40 ga 40 razmerli listdan 48 ta bo'ladi. Adashmasam точный aytadigan bo'lsam 38 ga qarab mumkin shunaqa. Xo'p, 48 ta bo'ladi bu listdan. Shunaqa qanchasiga teriladi va o'rtasidan ikkiga bo'lingan. Ya'ni teva qismini alohida bemalol boshqarasiz bo'ladi. Xohlagan temperaturingizga qo'yib, xohlaganingizcha vaqt taymerlari bor, taymerlarga qo'yib, xohlagan narsangizni qurisiz bo'ladi. Deylik, tevasida olma qurityapsiz, pastiga xuddi shunaqangi pastiga deylik, xohlang go'sht mahsulot terib qo'ying, xohlang shoptoli terib qo'ying, xohlang bir sabzavot terib qo'ying, farqi yo'q. Alohida qilib ishlatsangiz bo'ladi. Endi bularni ishlashi mana yoqilinadi, to'kka suqilgan holatda o'sha yoqildi. Hozir mana bu yerda temperaturani ko'rsatib turibdi. Bu 24 soat taymerda ko'rsatyapti. Almash-olmash ko'rsatib turadi. Endi buni boshqarish uchun temperaturani rasmiga bosasiz. Temperatura mana o'chib yonishga boshlaydi. Siz bemalol ozaytirib yoki ko'paytirib xohlagan temperaturingizga moslab olasiz. Undan keyin vaqtini qo'ymoqchisiz. Taymerni bitta bosasizda, vaqtini ham xohlagan vaqtingizga qo'yasiz. Har bitta o'zgarish yarim soatdan o'zgaradi. 24 soatgacha maksimum qo'ysiz bo'ladi. Kamida o'sha yarim soatga qo'ysiz bo'ladi. Endi shkafni ishlatayotgan paytingizda bemalol ichini svetini yoqib o'chirib, mana ichida LED lampalar bilan jihozlangan bo'ladi. Ichini ham bemalol yorug' qilib ko'rasiz bo'ladi. Eshigini yopganingizda ham ichi bemalol ko'rinib turadi. O'rtasi aynali bo'ladi. Ikki chekkasida o'sha havo ventilyatsiyasi uchun eshiklari bo'ladi o'zi. Pasti ham xuddi shu tarzda ishlaydi. Mana yoqdingiz, temperaturani boshqardingiz, taymerni boshqardingiz va svetini o'chirib yoqib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Endi bizda buni xuddi shunaqangi, xuddi shu tarzda 3 ga bo'lingan 36 listligi ham bor. Buni ham hozir to'pga suqqanimiz yo'q buni. Yoqqanimizdan keyin mana tevasini o'zini boshqarish uchun to'pga bitta bosasizda, tevasini polностью boshqarib, taymer vaqtlarini qo'yib olasiz. Middle o'rtani qo'yib turib, o'rtasini boshqarib ham yo'g'ini qo'yib olasiz. Battonni bosib turib, eng pastini moslab nastroyka qilib olasiz. Bemalol xuddi shu tarzda buni ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu ham xuddi shuni singari, faqat kichikroq 36 ta listli bo'ladi. Har bitta shkafchasi 12 tadan list bilan bo'lib chiqarilgan. Bunda bo'lsa, har bitta shkafi 24 tadan qilib bo'lib chiqarilgan. Kimgaki shu va shunga o'xshash biznes, kichik bizneslar uchun yoki katta bizneslar uchun оборудованиялар, texnikalar va stanoklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsalar bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha barcha hududlarga yetkazib berish xizmatimizda mavjud. Bizni kanalimizga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yib, bizdan uzoqlashmasdan bizni kuzatinglar va kommentariyada albatta o'z izohlagan qoldiringlar. Biz uchun sizlarning fikrlaringiz juda ham muhim. Sog' va salomat bo'linglar va biz bilan birgalikda biznes boshlaylar.